Assalomu alaykum, hurmatli kanalim a'zolari. Kanalimga xush kelibsiz. Yangi a'zolar uchun kanalimning boshqa bir mavzularini ham ko'rib o'tishingizni maslahat beraman. Xo'sh, bugungi mavzuyimiz qanday? 10 kunlik rasklad bo'ladi, ya'ni 10 kun ichida bizni nimalar kutayotganligi haqida rasklad qilamiz. Va videoni boshida aytib o'tishim kerak bo'lgan gaplar bor. Agar siz shoshilayotgan bo'lsangiz yoki sizga unchalik qiziq bo'lmaydigan bo'lsa, marhamat qilib video ostida time kod qoldirganman, uni ustiga bossiz, ya'ni variantlarni vaqti, qaysi vaqtda qaysi variant borligini keltirib o'tganman, ya'ni agar shoshilayotgan bo'lsangiz. Boshida aytishim mumkin bo'lgan gaplar faqatgina meni ashaddiy muxlislarim uchun va meni kutayotgan insonlar uchun bo'ladi. Xo'p, men nima demoqchiman? Siz karta sirlarini o'rganmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz va menga anchadan beri kartani o'rgating, shogird olasizmi, qachon o'rgatasiz, mana shunga o'xshagan savollar bilan murojaat qilgan muxlislarim uchun bo'ladi. Xursand bo'lishingiz mumkin, ya'ni men kurs e'lon qildim. 1-avgustdan boshlab start oladi. Agar bu sizga qiziq bo'lsa, bemalol video ostidagi raqamga murojaat etishingiz mumkin. Bu raqamda ham WhatsApp, Telegram, messenjerlar mavjud. U yerdan bemalol SMS yozsangiz bo'ladi, telefon qilsangiz bo'ladi. Eng asosiy bera oladigan ma'lumotim, narxi 2 million so'm, 2 oy davomida bo'lib o'tadi va faqatgina 10 kishini tanlab olaman ishtirokchilar orasida. Ya'ni qatnashmoqchi, o'qimoqchi bo'layotganlar orasida faqatgina 10 kishini tanlab olaman va shularga o'rgataman. Ya'ni suhbat asosida bilib olaman kimda qanaqa potensial bor. O'rganishga, ya'ni kartani rostdan ham o'rganmoqchimi, u insonda qobiliyat bormi yo'qmi, suhbat davomida aniq bo'ladi. Savollar bo'ladigan bo'lsa, mana shu video ostidagi raqamga murojaat etishingiz mumkin. Telegram, WhatsApp, messenjerlari mavjud. Xohlasangiz telefon qilib yordamchimdan bemalol qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Meni shaxsiy suhbatimdan o'ta olgan va meni filtrimdan o'ta olgan insonlarni qabul qilaman, xolos. Xo'p, demak, kanalimga a'zo bo'ling. Bu yerda kanalimni ham qoldiraman, Telegram kanalimni. U yerda sirli bilimlar degan yangi kanal ochganman, yopiq kanal. Agar sizda u yerdagi nimalar bo'layotganini qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Birinchi variant energiya yuboring. 10 kun ichida sizni nimalar kutyapti? Ikkinchi variant, energiya yuboring. 10 kun ichida sizni nimalar kutyapti? Uchinchi variant, 10 kun ichida sizni nimalar kutyapti? Xo'p, birinchi variantni tanlagan inson uchun taqdir chaqbirligi tushdi bu yerda. Xo'sh, bu nimani bildiradi? Birinchi variantni tanlagan insonni bu 10 kunlikda qandaydir hayotida keskin burilishlar bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. O'tmishingizdan qandaydir inson qaytishi mumkin. Uzoq o'tmishda qolib ketgan insonlar o'zini ko'rsatishi mumkin, sizga uchrashib qolishingiz mumkin yoki yana boshqatdan qandaydir munosabatni tiklash maqsadida qaytishi mumkinligini ko'rsatadi shaxsiy munosabatlarda. Va ish bilan bog'liq bo'lsa, qachonlardir ortga surilgan va hal qilinmagan muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, ularni hal qilishga to'g'ri keladigan vaziyatlar bo'lishi mumkin. Va yangi hayotni boshlamoqchi bo'layotgan insonlar uchun birinchi o'tmishdagi
hal qilishingiz kerak bo'lgan masalalar bor. Keskin qandaydir o'zgarishlar, yangiliklar bo'lishi mumkin, hayotingizni o'zgartirib tashlaydigan darajada. Shunaqa ajoyib bir karta bu. Bizni hayotimizga keskin kirib keladigan vaziyatlarni va'da beradigan karta bu. Xo'p, qo'shimcha karta olamiz bunga. Qarang. Agar siz qandaydir tanaffus olgan bo'lsangiz munosabatlarda, bu tanaffus уже tugadi. Ya'ni moddiy, ma'naviy tarafdan sizda qandaydir krizis holatlari bo'lgan bo'lsa, bu krizisdan chiqishingiz mumkinligini ko'rsatyapti kartalar va bu tanaffus tugadi. Ya'ni siz insonlardan o'zingizni olib qochib, hech qanday muammoni hal qilgis kelmasdan, mana shunaqa o'zingizga qandaydir tanaffus e'lon qilgan bo'lsangiz, ruhiy krizis holatidagi vaziyatlarda, ya'ni bu narsa уже o'z yakunini topganligini ko'rsatyapti kartalar. Ya'ni sizni ham moddiy, ham ma'naviy tarafdan krizis holatdan chiqishingiz mumkinligini ko'rsatyapti. Xotirjamlik, sokinlik, osoyishtalik kelayotganligini ko'rsatyapti va bu yerda pustoy karta chiqdi. Mana bunday ikki tarafi ham bir xil. Bu stop karta. Endi bundan keyin karta chiqara olmayman, chunki bu stop belgisi. Bu hozircha mana shu ma'lumot sizga yetarli degani, bu stop belgisi hisoblanadi. Arqa oldi bir xil, ya'ni ma'lumot yo'q bu yerda, stop. Xo'p, sizni hayotingizda keskin vaziyatlar bo'lishi mumkin. O'tmishingizdagi insonlar qaytishi, o'zini eslatishi, balkim o'tmishingizda o'tgan vaqt ichida orqaga surib kelinayotgan hal qilinmagan muammolarni hal qilishga bo'lgan vaziyatlarni ko'rsatyapti. Ya'ni qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni qilishingiz shart. Ya'ni qaytadi sizga hal bo'lishi uchun. Ruhiy, moddiy, ma'naviy tarafdan krizis holatidan chiqasiz va osoyishtalik, xotirjamlik, mana shunday holat, sokinlik kartasi chiqyapti. Ya'ni o'zingizga bir dam bering deyapti. Ya'ni dam oling, asablaringizni joyiga keltiring. Buncha stressdan so'ng sizni qandaydir отпуска bo'lishi mumkin yoki dam olish, отпуска, mana shunga o'xshagan vaziyatlar bo'lishi mumkin. Ya'ni siz уже charchadingiz, katta krizis, ruhiy krizis, ma'naviy, moddiy krizisdan chiqdingiz va bu narsada siz yana o'zingizga kuch to'plashingiz uchun, o'zingizga kelib olishingiz uchun sizga vaqt kerakligini ko'rsatyapti kartalar bu 10 kunlikda. Xo'p, birinchi variantni oldik. Ikkinchi variantni esa mana bunday go'zal kartamiz chiqdi. Semyorka kubkov kartasi. Semyorka kubkov nimani bildiradi? Xo'p, agar siz real hayotdan uzilib qolgan bo'lsangiz, bu karta chiqadi. Real hayotdagi vaziyatlarni tan olgingiz kelmayapti. Real hayotdan ko'ra xayoliy dunyoga sho'ng'ib ketgan insonlar uchun, internetga sho'ng'ib ketgan insonlar uchun va o'zi aldayotgan va haqiqatni inkor qilayotgan insonlarga mana shunday karta chiqadi. Xo'p, qo'shimcha karta tashlaymiz. Nima uchun bunday karta chiqdi? Sababi qarang, agar siz qandaydir mashaqqatli mehnatdan qochish uchun, qandaydir javobgarlikni, qandaydir mas'uliyatni bo'yningizga olishdan qochayotgan bo'lsangiz, o'zingiz aldayapsiz, hal qilishingiz kerak. Hal qilishga majbur qiladigan vaziyatlar bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda xayolot dunyosiga, real hayotdan qochish bor. Real hayotdan qochyapsiz, orzularga berilyapsiz. Ba'zi insonlarda bu
bo'lishi mumkin. Sarxush qiladigan narsalardan qabul qiladigan, ichadigan insonlarda ham tushadi bu karta. Real hayotdan qochyapti, hayotni mashaqqatidan, mehnatidan bezgan insonlar uchun va mas'uliyatni bo'yniga olgisi kelmayotgan insonlar uchun vaziyatga nisbatan norozi holatda, atrofidagi yechimlarni ko'ra olmaydigan vaziyatda bo'lsangiz, sizga maslahatim, hayotingizni mas'uliyatini qo'lingizga oling va harakatni boshlang. Bu mashaqqatdan, mas'uliyatdan qochib qutula olmaysiz. Faqatgina vaqtingizni o'tkazganingiz qoladi xolos. Siz atrofingizga qarang, sizga yordam beradigan insonlar bor. Faqatgina bu insonlarni o'zingizni ichki dunyoyingizga qo'ymayapsiz. Atrofingizdagi sizga yordam bermoqchi bo'lgan va sizga yaxshilik tilayotgan insonlarni siz o'z qobig'ingizga o'ralib olgansizda, mana shu chegaradan o'tkazmayapsiz. O'z dunyoyingizga sho'ng'ib ketgansiz, real dunyodan ajralib qolgansiz. Bunga sabab sizni mashaqqat, mehnat, balkim mas'uliyat bo'lishi mumkin. Lekin bu mas'uliyatni olishingiz kerak. O'z qobig'ingizga o'ralib olgansizda, unga hech kimni qo'ymayapsiz va norozisiz vaziyatdan. Siz o'zingiz atrofingizdagi berilayotgan imkoniyatlarni ko'ra olmayapsiz. Chunki siz faqatgina muammoga qarayapsiz va norozi holatda turganingizni ko'rsatyapti kartalar. Sizga maslahatim, mas'uliyatni bo'yningizga oling. Real hayotga, realni qarashga harakat qilishingizni tavsiya qilaman. Mana shunaqa karta chiqyapti. Ya'ni bu yerda bu vaziyatdan chiqishingiz kerak. Hayotingiz yana nima deydi, keyingi urovingga, keyingi etapga o'tish uchun, qandaydir bo'lishi kerak bo'lgan vaziyatlar bo'lishi uchun siz bu qobig'dan chiqishingiz kerak. Real hayotga qaytishingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda qiladigan narsa. Chunki bu yerda bu karta shuni ko'rsatadiki, hamma narsani kim nima qilgan bo'lsa, shunga yarasha javob qaytadi. Kim qanday mehnat qilgan bo'lsa, shunday hosil oladi degani. Ya'ni har bitta qilinayotgan yaxshilik ham, yomonlik ham o'z javobini olishini muqarrarligini ko'rsatadigan karta bu. Mana shunaqa kartalar chiqdi uchinchi variantga. Ikkinchi variant uchun. Uchinchi variant uchun bu karta tushdi. Xo'p, nima uchun siz boshqalardan o'zingizni olib qochyapsiz, chegara qo'yyapsiz, boshqalardan o'zingizni izolyatsiya qilayotgan holatdaligingizni ko'rsatyapti. Xo'p, bu nimani bildiradi 10 kun ichidagi vaqtga? Xo'p, bu karta shuni bildiradiki, agar siz hozir depressiv holatda bo'lsangiz, boshqalardan o'zingizni izolyatsiya qilayotgan holatda bo'lsangiz, bu juda ham yaxshi. Chunki bu holatdan chiqasiz, o'zingizga kelasiz, vaziyatni yana bir bor tahlil qilib, bu yerda o'zingiz bilan o'zingiz qolgan holatda vaziyatni tahlil qilasizda, g'alaba bilan qaytasiz. G'alaba siz tarafda. Yangi boshlanish va o'zingizni planlaringiz, o'zingizni yangi boshlamoqchi bo'lgan qandaydir ishlaringiz bo'lishi mumkin, biznes reja bo'lishi mumkin. Umuman pul bilan aloqador qandaydir yangiliklarni o'ylab qo'ygan bo'lsangiz, u variant uchun juda ham yaxshi kartalar tushdi. Ya'ni sizni hayotingizda depressiv, boshqalardan o'zini izolyatsiya qilish holatidagi, hech kim bilan gaplashgisi kelmasdan qandaydir yolg'izlikka sho'ng'ib ketgan holatda bo'lsangiz, bu holatdan qaytishingiz juda ham nima deydi, eng pastki tubga nimaga sho'ng'ib turib, suvni eng tubiga sho'ng'ib turib, birdaniga yuqoriga suzib chiqish bilan barobar hisoblanadi holatingiz. Bu esa juda ham yuqori cho'qqilarni va'da beradigan karta. Ya'ni bu yonish sizni uzoq qandaydir
qilgan planlaringizni amalga oshirishi va bu sizga judayam yaxshi natijalar olib kelishini ko'rsatyapti. Va agar siz nimanidir plan qilib qo'ygan bo'lsangiz, nimanidir boshlagan bo'lsangiz, farqi yo'q. Finansiy holatdanmi, munosabatlardami, nimani orqasidan depressiyaga tushgan bo'lsangiz, qaytishingiz judayam yorqin bo'ladi. Chunki sizni qaytishingizda g'alaba bor, yangi narsalarni boshlanishi bor, hayotingizda yangi bir varog'ini boshlanishi bor va bu narsa sizga judayam yuqori cho'qqilarni va'da beradi. Harakatingizni davom etkazing. Agar depressiv holatda bo'lsangiz, hech ham tushkunlikka tushmang. Bu holatdan chiqasiz va bu sizga g'alabangiz bo'ladi. Yangi narsalarni boshlanishi sizga judayam katta imkoniyatlarni beradi. Hech ham ikkilanmasdan yangi nimanidir boshlamoqchi bo'lsangiz, judayam yaxshi karta chiqdi 3-variant uchun. Finansiy holat bo'ladimi, munosabatlar bo'ladimi, hamma nima deydi, yo'nalishda qanday bo'lishidan qat'iy nazar juda ham yaxshi karta chiqdi va sizga qandaydir xabar kelishi mumkin, SMS kelishi mumkin, shu bilan bog'liq sizni xursand qiladigan, sizni yangi boshlamoqchi bo'layotgan ishingizni to'g'risidagi qandaydir xabar kelishi mumkin va bu sizni yutug'ingiz hisoblanadi. 3-variant uchun tabriklayman. Xo'p, bugungi kartalar mana shularni so'yladi bizga, ya'ni videoni boshida aytib o'tganimdek, kanallarimizga a'zo bo'linglar. Kursda qatnashmoqchi bo'layotganlar uchun yaxshi yangiliklar bor. Kursimga qatnashinglar va tanlovdan o'tsalaringiz kursimda qatnashasizlar. Albatta bu platniy kurs hisoblanadi, pullik ya'ni. Keyingi videoda ko'rishguncha